Hammaga salom, sizlar bilan Jiyanvon va bugun biza YouTube'dagi bir ikkita muammolarni ko'rib, tahlil qilib, o'rganib, savollarga javob beramiz. Agar siz yosh youtuber bo'lsangiz va anchadan beri kanalingiz bo'ladigan bo'lsa, lekin siz haliyam prosmotrlaringiz, obunachilaringiz kam bo'ladigan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Bu videoni oxirigacha ko'rib, menga obuna bo'lib qo'ying, chunki bu video bitta qismdan iborat emas. Biza boshladik va bizada birinchi savol. Nega menda obunachilar kam? Bu menimcha har bitta youtuber o'ziga beradigan savol bo'lsa kerak. Bu savolga bitta javob bor va yechim bor. Siz prosta yo'nalishingiz noto'g'ri. Prosta aytaman, sizni yo'nalishingiz noto'g'ri. Lekin siz yo'nalishingiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa ham, siz yo'nalishingizga oid videolar qo'ymaysiz va shortslarni to'g'ri joylamaysiz. Bu haqida keyingi darslarda обязательно tushuntirib, o'rgatib, tahlil qilib chiqamiz. Bu darsimizda prosta savol javob qilamiz va bizda ikkinchi savol, ko'p savol. Nega meni prosmotrlarim soni juda kam? Bu ham har bitta youtuber o'ziga beradigan savol hisoblanadi va buni faqatgina javobi siz prosta shorts noto'g'ri joylaysiz. Siz unga mehnat qilasiz, montaj qilasiz, har bir narsalarni обязательно detallarga e'tibor berib to'g'rilaysiz. Lekin sizda prosmotrlaringiz 50 ta, 100 ta, 200 ta. Bundan oshmaydimi? Siz prosta shortsni noto'g'ri joylaysiz va bu YouTube algoritmiga to'g'ri kelmaydi. Va sizlarni o'rganishingiz kerak bo'lgan narsalar juda ko'p. Agar siz yosh youtuber bo'ladigan bo'lsangiz, sizni o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa juda ko'p hisoblanadi. Siz shortsdan ta'minlamoqchimisiz? Siz shorts bo'limini prosta yaxshilab o'rganib chiqishingiz kerak. Nima har bir narsaga e'tibor. YouTube'ga bo'ldi, men bitta mashhur video qo'yib qo'yaman, o'sha rek chiqib ketadi. Yo'q, bunaqa narsa bo'lishi kerak emas. Ozgina odamdan ham harakat kerak. Xo'p, lekin agar siz o'sha videoni ham zo'r qilib yasasangiz ham, lekin shortsga to'g'ri joylamasangiz, bu sizni sinishingizga olib keladi. Bu ko'pchilik bilmaydi buni. Shortsga to'g'ri video joylash kerak. Agar siz shortsdan tanilmoqchi bo'lsangiz, o'zi umuman ko'pchilik youtuberlar sozlanmalarini, hamma narsasini noto'g'ri tashlashadi va ular prosta aktivlari pastga tushib oxiri yo'q bo'lib ketadi. Bizada o'sha keyingi savol. Let's go. Mani xatoyim nimada? Sizni xatoyingiz, misol uchun, agar siz shortsga video qo'yadigan bo'lsangiz, yana bir marta aytaman, shorts videoni to'g'ri joylashni o'rganishingiz kerak va shart. Keyingi ko'pchilik youtuberlar qiladigan xato soxta obunachilar yig'ish, konkurslarga qatnashish. Bu prosta sizga kelib turadigan prosta sizga vaqtinchalik motivatsiya berib turadigan obunachilar xolos. Misol uchun aytaylik, sizni qo'lingizga pul bilan balki farqi bor, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Siz o'zi qo'shilgan obunachilar bilan kimdir bergan obunachilarning farqi bor. Balki sizga kimdir bergan pul, siz o'zingiz topgan obunachilar. Endi sizni topishgan. Sizga o'zlari qo'shilishgan. Ko'pchilik youtuberlar menga sizga podpisachidan qaytadan, sizga podpisachidan. Bu YouTube algoritmini buzib tashlaydigan narsa. Agar siz bunaqa qilgan bo'lsangiz, ular prosta obuna bo'lib qo'yishadi, lekin aktiv bo'lishmaydi. Tushunasizmi? Lekin buni ham to'g'rilash iloji bor. Agar siz shuni qiladigan bo'lsangiz, hoziroq mana shu joy o'zida buni to'xtating. Keyingi gapiradigan narsam bu youtuberlarni qiladigan yana bitta prям juda katta xatosi hisoblanadi. Youtuberlar bunaqa deb o'ylashadi. Men hozir YouTube'ga bitta videoni qo'yaman, video menga aktiv beradi, obunachi keladi, bo'ldi, o'sha men mashhurman. Yo'q. Misol uchun ko'pchilik youtuberlar, mashhur youtuberlar sinmagan, harakat qilavergan va shu natijaga erishgan. Misol uchun oladigan bo'lsak, Blackpink Yusuf, Mitsu, Yuhonju, ular o'zlarini ustida ishlashgan. Ular taslim bo'lmagan youtuberlar. Mana men sizga ochiq oydin youtuberlarni aytib beryapman.
уже 50 ta 80 ta uni ham xuddi shunaqadan portlashgan. Чтобы ular ham sizga o'xshab oldin youtuber bo'lgan. Просто siz o'zingizni motivatsiyasi sindirishingiz kerak emas. Ko'pchilik youtuberlar o'zini motivatsiyasini sindirib qo'yadi-da, YouTubedan ketaman deb tushadi. Bu juda katta xato hisoblanadi. Siz YouTubedan ketishingiz kerak emas. Siz YouTubedan nega ketishingiz kerak? Siz YouTuberimiz bo'ldi, YouTuberligingizcha qolishingiz shart. Agar siz YouTubega ketgan bo'lsangiz, YouTube ham sizga просто bor ket yo'qol deydi. Ba'zilar bo'ladigan bo'lsa, nimaga bu yerda xato qildim, qanaqa qildim, bunda qilsam nima bo'lardi, bunaqa qilsam nima bo'lardi. Agar siz mana shunaqa mashhur youtuber bo'lmoqchi bo'lsangiz, yaxshilab har bitta videolaringizni o'rganib chiqib, savollar berib o'zingizga izlanishingiz kerak. Misol uchun siz K-pop haqida videolar qo'yasiz, to'g'rimi? K-pop K-pop haqida любой bitta mashhur video qo'yadigan odamni ko'raylik. Kutaysa, uni videolari просто perfect chiqadi. Sezasizmi, to'g'rimi? Uni videolarini kuzatinglar, u qanaqa video yasabyapti, qanaqa odamlarga qanaqa qiziqish bildiryapti, qanaqa undan kopiya qiling demayman. Bu kopiya qilish ham juda katta xato hisoblanadi. YouTube sizni ko'chirmaga chiqarib, YouTube sizni вообще itaveradi. Ekan uni qancha g'oyalarda mana g'oya qo'ygan ekan, buni ko'p odam kelibdi, ya'ni ko'p odam ko'rdi, mana joyda mana narsa ishlatgan ekan, buni qo'ygan ekan, mana qanaqa qilardi, mana ko'rchi qanaqa qilgan ekan. YouTube'dan o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa ko'pda. Siz просто o'rganmasdan mashhur youtuber bo'lib ketolmaysiz. Baribir bitta narsani o'rganib, miyangizga quyib, keyin chiqishingiz kerak. Lekin siz professional tarzda bo'lib ketmaysizmi? Sekin videolar yasab keyin mashhur bo'lib ketasiz. Ya'ni chaqaloq ham tug'ilgan, onasining qo'lida tug'ilganda assalomu alaykum jon yaxshimisizlar? Hozir men bunaqa sayfar topshirib keldik, hozir men alif topshirib ketib qolmaydi bu. Bo'yicha anaqa so'zlarni aytishi, harflarni aytishi, emaklashi, shunaqa qilib o'rganadi. Siz ham shunaqa o'rganasiz. Tushundingmi? Lekin просто sizmen, misol uchun men chaqaloq misolda ko'ryapti-ku. Chaqaloq tug'ilgandan keyin bo'lgan gapiramiz ekanman deb o'lib qolmaydi-ku. U harakat qiladi-ku, unga yordam berishadi-ku, to'g'rimi? Sizga shunaqa yordam kerak bo'lsa, nima qiladigan bo'lsangiz, mana o'zingiz yozishingiz mumkin. Men sizga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Sizni ko'tarilishingizga. Agar men aytganlarimni qiladigan bo'lsangiz, sizni videolaringiz 500 ta prosmotrdan 1000 ta prosmotrdan oshadi va kuniga sizga hozir 2 ta 3 ta bo'lsa ham keladi. Bu 2 ta 3 ta hali sizga xoli va hali 1000 tadan hozir 100 tadan 500 tadan o'rganishdan keyin o'sha sizga YouTube algoritmi moslashib nazarga olib anaqa подписчик berib yuboradi sizga. Siz просто bitta yo'nalishda ketishingiz kerak. Misol uchun siz K-pop haqida video qo'yasizmi? Orasiga любой kelib aurali video tiqib qo'ymang. K-popmi K-pop, aurami aura, informatsiyami informatsiya, motivatsiyami motivatsiya. Bo'ldi, mana shu yo'nalishda keting. любой kelib orasiga tiqib qo'ymang. Bu nima qilib qo'yibdi? To'xtang, maqolda bu jinnimi deb YouTube sizni jinniga chiqarib qo'yish mumkin. Misol uchun ko'pchilik qiladigan xato, ya'ni ko'p naqalardan foydalanishi, hashtaglardan foydalanishi, bu haqida juda ko'p tushuntirib berish kerak. Shuning ekan bu anaqa keyingi videoda bo'ladi, ya'ni keyingi darsda. Bizda keyingi darsligimizda YouTube'ga to'g'ri shorts video joylash haqida bo'ladi. Bu sizga kerak bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying va agar sizga men yordamim kerakdigan bo'lsa, просто kommentariyaga plyus belgisini men sizga o'zim aloqaga chiqaman. Mana darsligim hozir sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like va podpisatsiya bosib qo'ying. Sizlar bilan jimxon bo'ldi. Bu hali gap emas. Hali bu haqida ko'p gaplashamiz. Xo'p, hozirchalik sizga xayr, sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan jimxon bo'ldi. Bye.